Assalomu alaykum. Bu videoda oson kassadagi navbatdagi yangilanishlar haqida gaplashamiz. Endilikda oson kassa orqali mahsulotlarni chekka qo'shishda kiritilgan markirovkaning balansingizda mavjudligini asl belgisi orqali onlayn tekshirish imkoniyati mavjud. Bu funksiyani ishlatishdan oldin dorixonaga tegishli INN, ya'ni STIR raqami oson kassa admin panelida kiritilgan bo'lishi kerak. Buning uchun admin paneliga kiring. Upravlение bo'limidagi Торговые точки sahifasini oching. Kerakli dorixonani tanlab, qalamcha tugmasini bosing. Ochilgan oynada INN maydoniga dorixonangizning INN raqamini kiriting. Agar INN kiritilmagan bo'lsa, asl belgisi orqali tekshirish ishlamaydi va dastur sizga ushbu ko'rinishda xatolik haqida xabar beradi. Kassaga qaytamiz. Bu funksiyadan foydalanish uchun kassa onlayn, ya'ni internetga ulangan bo'lishi, oson kassada fiskalizatsiya yoqilgan bo'lishi va onlayn proverka funksiyasi yoqiq bo'lishi kerak. Funksiyani yoqish uchun bu yerga tasdiq belgisini qo'ying. Yoki kechiktirilgan markirovkalarni kiritish oynasida ham funksiyani o'chirib yoqish mumkin. Bu qanday ishlaydi? Mahsulotning markirovkasi skanerlanganda, tizim avtomatik tarzda asl belgisiga so'rov yuboradi. Agar markirovkasi skanerlangan mahsulot sizning balansingizda mavjud bo'lsa, sotish davom ettiriladi. Aks holda markirovkani biriktirib bo'lmaydi va dasturda uning asl egasi kim ekani ko'rsatiladi. Eslatma: agar bu funksiya o'chirilsa, ya'ni tasdiq belgisi olib tashlansa, markirovka funksiyasi eski tartibda, ya'ni yangilanishdan oldingi holatdagi kabi ishlayveradi. Ushbu videoda oson kassada amalga oshirilgan so'nggi yangilanishlar bilan tanishdik. E'tiboringiz uchun rahmat. Oson apteka dasturlari bilan biznesingizni oson boshqaring va yangiliklar bilan hamnafas bo'ling. Biz bilan hammasi oson.